Shifoxonaga tushib qoldim. Xirurgiya bo'limi 3-qavatga joylashgan. Qabulxonada tekshirishib shu yerga olib kelishdi. Davolovchi vrach kirib ahvolimni surishtirdi. Bir ozdan keyin muolajalar yozilgan qog'ozni olib kirib berdi va tezda tomchi ukol qilish zarurligini aytdi. Ketma-ket 2 flakonda dori jo'natishdi. Kechqurun yana bitta jo'natishdi. Kechga yaqin shovqin-suron tinib, qadam izlari ham bosilib, hamma dam olyapti. Ro'paradagi palatada bir qizcha tinimsiz yig'layapti. Onasi hali ko'taradi, hali kolyaskasiga solib haydaydi. Bir oz tinganday bo'ladi-da, yana yig'laydi. Bir amallab tong ham otdi. Doktorlar kirib kasallardan hol-ahvol so'rab, obxod qilib chiqib ketishdi. Bir oz o'tib hamshira qiz ukol qilish asboblarini ko'tarib kirdi. Ahvolingiz yaxshimi? Dedi hamshira muloyimlik bilan hol-ahvol so'rab. Rahmat qizim, yaxshiman dedim. U bilagimdan tomchi ukolni jo'natib yonimga o'tirdi. Ana qizcha juda ko'p yig'lar ekan. Nima qilgan unga deya so'radim. Ha, u qizchami? Ertaga javob berishsa kerak. Muolajasi tugaydi. 10 kun bo'ldi kelganiga. Ahvoli og'ir edi. Yaxshi bo'lib qoldi. Har xil dorilar ichib qo'ygan ekan dedi hamshira. Yonimdagi ayol ko'richak bo'lgan qizchasini olib yotgan ekan. Ularga javob berishdi. Tushga yaqin yana bir bemorni olib kelishdi. Yoshgina kelinchak ekan. Tinmay hayit qilardi. Rangi ham oqarib ketgan edi. Doktorlar biri qo'yib, biri kirib tekshirishyapti. Ichaklarda qandaydir muammo bor ekan. Shekilli tomchi ukol jo'natishdi. O'ziga kelavermadi. Yonidagi eri shekilli har qayd qilganda tog'ora tutadi. Yig'lasa ko'z yoshlarini artib, hammasi yaxshi bo'ladi, qo'rqma deydi parvona bo'lib. Eshik ortida yig'laydigan qizchaning onasi qizchani ko'tarib olgan yigitga havas bilan qarab turganini ko'rdim. Qizchaning sochlari qop-qora, qo'ng'iroq, qosh-ko'zlari qop-qora, sariq ko'ylakchalari ham o'ziga yarashgan. U 3 yoshlar chamasida edi. Shkafdan pecheni olib uzatdim. Rahmat dedi onasi qo'limdagini olib. Tushdan keyin qayd qilgan kelinchakni olib chiqib ketishdi. Operatsiya qilishar ekan dedi hamshira. Ertasiga ertalab qizchaning onasi kirib, "Xolajon, biz ham ketyapmiz. Javob berishdi. Siz ham sog'ayib keting" dedi. Bo'sh karavotga o'tirib, kiyimlarini almashtirgan, qizchani ham chiroyli qilib kiyintirib qo'yibdi. Sizlar ham sog' bo'linglar. Bolangizga beparvo bo'lmang. Boshqa kasal bo'lmasin dedim. Men ham. Xo'jayiningiz kelib olib ketyaptimi dedim yana. Ha, kelib qolsa kerak. Tayyor bo'lib tur degan edi dedi. Negadir ma'yusgina. Mening 2 tomchi qo'lim tugadi hamki, uning eridan darak bo'lmadi. Uning telefoni jiringlab qoldi. Gaplashdi. Keyin eshik ortida turgan 2-3 sumkasiga qarab o'ylanib qoldi. Xola, o'zing taksi ushlab kelaver. Men borolmayman deyapti. Qo'limda bolam, yuklarim bilan pastga qanday tushaman? 10 kun yotgan bo'lsam, bir tuzuqroq xabar ham olmadi dedi ko'zlaridan bir tomchi yosh dumalab. Xafa bo'lmang qizim, insof berib qolar dedim uni yupatib. Yuring, men yordam beraman sizga. Taksiga ham o'zim olib boraman. Yuring, liftda bir pasda tushamiz dedi hamshira. Kelinchak ketdi. O'ylanib qoldim. Tavba, qanday ota ekan u. Shunday chiroyli yoqimtoy qizchasi bor. Kelinchak ham ko'hlikkina. Kimlardir tirnoqqa zor. Shunday otalarga shunday degim keladi. Bolangizni, ayolingizni qadriga yeting. Ularni hech qachon yig'latmang va mehringizga zor qilmang. Bir kun kelib o'sha ayolingizni ko'zdan tomgan bir tomchi yoshning uvoli tutmasin.